Elektr energiyani 3 barobar ekonom qilishni xohlaysizmi? Unda Aristoningizni tozalab turing. Ushbu videoda bu ko'rsatilgan. Shu bo'ylarimizni tozalashni boshlayapmiz. Xo'sh, bu yerda turganimni ochdim. Hozir mana yechib olamizda, mana hamma bulutlarni hammasini bo'shatib, buni pastga tushiramiz. Sabab ancha yil bo'ldi. Bo'ylarda ichiga musor to'lgan to'lmagan hammasini tekshirib ko'rmoqchimiz. Xohlasa. Mana yechib oldik. Endi o'zi qoldi mana. Narsa buni suvni bo'shatishda sovuq suv tarafdan bo'shatiladi. O'zi mana qo'yib qo'yilgan. Biz buni qilamiz. Bu tarafdan agar bosim bo'lmasa bu yoqdan, bu tarafdan suv tushmaydi deyapman. Suvni sekin chiqarib tashlaymiz. Turgandan suvga qattiq narsa mana hamma narsasi mana bunaqa narsasi bo'ladi. Shuni bo'shatib turib, shunaqa santaga tashlab ketgan shuni qotib olsalaring suv oson tushadi. Mana shunda hech qanday qiynalmasdan suvga chiqaverasizlar bemalol. Mana hamma boltlari bo'shatib bo'lingandan keyin uni chiqadi. Sekin tortib olasizlar. Meni bo'ylarimdan nima chiqdi qaranglar. Onasini deymiz. Ichini qaranglar. O'zidan shuncha musor oldim. Muz qattiqligi bois qiziganda tosh to'planadi, ya'ni o'sha tuzlar to'planadi. Tuzlar esa o'sha tenni ustki qatlamini yopadi. Bu esa issiqlikni chiqazmasligidan, ya'ni deprizariyatsiyaga hosil bo'ladi-da. Aristonda tenni to'xtamay ishlab turaveradi. Chunki suvni qizdira olmaydi. Bu yoqdagi datchik esa uni ko'rmaydi, suv qiziganini bilmaydi-da, yoqib turaveradi. Bu esa siz elektr energiyangizni ko'p sarf qilishingizga olib keladi. Va bundan tashqari toshlar maydalanib, sekin chiqishni boshlaydi. Bunda yuvasiz, boshqa qilasiz va hokazo shu musor suvlar chiqib boradi. Shuning uchun imkon qadar bir yilda bir marotaba Aristonni tozalab turish kerak. Bu juda oson.